Şimdi kitap okuymiz deymiz. Lekin bu kitapningki soni biz degan o'lchamiga bormaydi. Kitapni deb tizib qo'ymiz. Kitap o'qish qiziqligimiz bek shunda yuqori, lekin ma'lum sabablar bahona tufayli 20 bet o'qisak, oxirini tashlab qo'yamiz. 2 bet o'qisak o'qimiz deb ketadi. 10 bet o'qisak telefon keldi shundan kitap o'qimaymizda. Sizlar mashtan mendek. Shundan 2026-yilga ham 25 parcha davlat tilida kitobni olib qo'ydim. Mushu yil cho'qim kitobni o'qib tugitma dedim-chu. Endi bahoni qilsaqmi o'tadi bu yil, qilmasaqmi o'tadi. 2026-yillik o'zimning nishoniga, xotiramga 50 parcha kitob o'qiyman deb yozib qo'ydim. Buning ichidagi cho'qim 25 parcha davlat tili kitobni o'qishim shart, cho'qim o'qishim kerak. Chunki ham davlat tilini hammamiz o'rganmasak bo'lmaydi. Sizningki 2025-yillik qilinmagan, lekin 2026-yillik o'rganish planingiz nima? Qanchalar kitob o'qishni xotirangizga yozdingiz yoki ko'nglingiz pukib qo'ydingiz? Vallahi hech qisi yo'q. 2025-yilda qilinmagan bo'lsa, 2026-yilda g'ayrat qilib baqsaq bo'ldi emasmi shundami? 30 parcha o'qiyamsak, 15 parcha o'qisak bo'ldi. 15 parcha o'qiyamsak, 5 parcha mos kitob o'qisak bo'ldi, shundami yo'qmi? Cho'qim o'qiylik. Zamoniki mobiyorni nishonlarni inkaslarni qildirib beqinglar, ko'rib